Yaprak doner trenddan qolmadi degan umiddaman. Ko'pchilik tayyorlab ko'rsatgan payti hech ham tayyorlamagandim. Bugungina nasib qilgan ekan. Obedga oila a'zolarimga tayyorlab berdim. Ko'rganinglardek o'xshab chiqdi. Nonlarni ham uyda birga tayyorlaymiz. Nonlari uchun suv, tuz, dro'ja va ozgina yog' kerak bo'ladi. Yumshoq xamir qilib mikrovolnovkaga qo'yib, donarlarimizni go'shtini tayyorlashga o'tamiz. Qiymaga tuz, zira, grechskiy yogurt va ozgina yog' qo'shib, tepadan pastga qaratib, qattam urib, bir xil massa qilib olib, to'rga bo'lib, dumaloychalar qilib oldim. Kalka qog'oziga hech qanaqa yog' surmasdan har bitta bo'ligimizni qo'yib, ustidan yana kalka qog'ozini qo'yib, juva yordamida shunaqa yoyib oldim. Sousi uchun pomidor, bolgarskiy va chesnokni qiymani yoniga qo'yib pishirib oldim va bir xil qilib chopper qilib oldim. Sousiga tuz va ko'katlar ham qo'shib olamiz, mazali bo'ladi. 200 gradusda 25 daqiqada donarlarimizni qo'shib pishadi. Ko'kli piyozlar qilib oldim. Ichiga qo'shish uchun yuqa qilib piyozlarni to'rab, ukrop kashnich bilan bir xil massa qilib, salat barg va bodringlarni yuvib, to'rab tayyor qilib qo'ydim. Ungacha xamirim ham oshgan ekan. Oshib chiqqan xamirlarimni o'ngga bo'lib, dumaloychalar qilib, yana ozgina oshgandan keyin donar noniga o'xshatib sal pachoroq qilib tekislab olamiz. Ustiga tuxum va kunjut sepib, 200 gradusga 20 daqiqaga qo'yamiz. Ustidan sariyog' qo'yib yuborsangiz yana ham mazali bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda solib, oila a'zolarimizga tortamiz. Nonlarni qaranglar, ichlari ham zo'r bo'lib pishib chiqdi. Uyiga juda ham to'yimli va mazali bo'ladi. Asosiysi ishonchli bo'ladi. Videoim yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Eng yaqin o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying.